Domla, sizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq qattiqroq gapirar ekansiz. Domlalar aslida yumshoq bo'lishi kerak emasmi? deb savol berishdi. To'g'ri, domlalar muloyim bo'lish kerak, lekin kimga muloyim bo'ladi? Allohni aytganini qilgan, farzini bajargan, namoz o'qigan, roza tutadigan, haj amalini bajaradigan, zakotini beradigan insonlarga biz albatta muloyim bo'lamiz. Lekin namoz o'qimaydigan, benamoz, Allohning oyatlarini hurmat qilmaydigan, ota-onasini hurmat qilmaydigan, boshqa mo'min bandani hurmat qilmaydiganga nima uchun biz yaxshi gapirishimiz kerak? Ba'zilar aytishi mumkin, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam yumshoq gapirganlar-ku. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mushriklarga yumshoq gapirganlar. Chunki mushriklarga agar qattiq gapirganlarida Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi aytib qo'ygan, agar siz qattiq qo'l bo'lganingizda atrofingizda ya'ni mushrik boshqa hamma insonlar tarqalib ketardi. Ya'ni qo'pol muomalada bo'lganingizda. U mushriklar bo'lgan. Lekin hozirgi insonlar ular musulmon. Ularning ota-onasi musulmon bo'lgan. Otasining otasi ham musulmon bo'lgan. Allohning buyrug'ini har juma eshitadi. Namozga da'vat qilinadi, yaxshilikka da'vat qilinadi, ota-onaga yaxshilik qilishga da'vat qilinadi, eshitadi, amal qilmaydi. Janoza namozida keladi. Janoza namozi kelib namozga kirmaydi. Namoz o'qimaydi. Azon aytilsa, masjidning oldidan o'tib ketadi. Masjidga kirmaydi. Vaholanki azon musulmonlarni masjidga chaqiradi. Mana shunday insonlarga uchun biz yaxshi gapirishimiz kerak. Amal qilsin. Allohning diniga, Qur'oniga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflariga amal qilsin, biz unga yaxshi gapiraylik. Jannatlar haqida gapiraylik, mukofotlar haqida gapiraylik. Nima endi biz benamozga ham, mayli namoz o'qimasang ham sen jannatga kirasan. Sen yaxshi odamsan, qalbing toza ekan, bizga kir ekan, barcha namoz o'qiydigan musulmonlarga kir, sanaki top toza yuraver deyishimiz kerak. Domlalar vaqtida kelganda yaxshi gapiradi, vaqti kelganda yomon ham gapiradi.